Assalomu alaykum. Uyga tunikafon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli obunachilar. Sizlar Usta Rahmatulloh Tunikafon YouTube kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Bugun 3-iyun 2025-yil. Hozir biz Andijon viloyati Asaka tumani Bahrin ko'chasidamiz. Bu yerda Rahmatulloh akamiz mana shunaqa go'zal holatda tunikafon ishlarini qilib beribdi. Hozir o'zlaridan so'rab olib bilamiz. Tunikafonning narxlari hozirgi kunda nech puldan qilinyapti va qayerlargacha xizmat qiladi. Albatta videomiz foydali bo'lsa, videoga bitta like bosib, uyini qurilish qilayotgan tanishingizga mana shu videoda yuborib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan so'ng aynan mana shu tunikafon ishi haqida kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Bo'lmasam biz videomizni boshladik. Xo'p, bo'lmasam biz videoroligimizni boshladik. Assalomu alaykum, rahmatulloh aka, charchamadinglarmi? Xudo xohlasa mana tunikafon ishlarini go'zal qilib berasizlar. Xo'p, rahmatulloh aka, video boshida obunachilarimizni qiziqtirgan savolga javob beraylik. Hozirgi kunda, ya'ni bugun 3-iyun 2025-yilda tunikafonda 1 kvadrat metri nech puldan qilib berilmoqda? Hozirda vodiy bo'ylab 1 kvadrat tunikafonimizni 140 ming so'mdan qilib beryapmiz. Vodiydan tashqari voha taraflarga 150 ming so'mdan qilib beryapmiz. Demak, nafaqat vodiy bo'ylab, balki butun O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa xizmat ko'rsatishar ekan. Agar siz boshqa viloyatdan bo'lsangiz ham, biz o'zimiz Andijon viloyat Asaka shahridamiz. Bemalol murojaat qilish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, rahmatulloh aka, bu xonadonning qayerlari tunikafon bo'ldi? Hozir shu ko'rib turgan darvozaxonamiz, ichkari shapkalari. Keyin ko'cha shapkalarini qilib berdik. Ko'cha tomonlari ham tunikafon bo'lgan. Xo'p, mana shu darvozaxonamiz bilan bu yerga ikkita kosmos qo'yilgan ekan. Ichkari shapkamiz nech pulga bitgan, rahmatulloh aka? Xo'p, shu darvozaxonamiz bilan ichkari shapkamiz 2,5 ming dollarga bitgan. Ko'cha shapkamiz 2 ming dollarga bitdi. Tushunarli. Ko'cha tomonlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, qaranglar, ish sifatiga baho beringlar. Go'zal holatda bo'lib bitibdi. Atroflari pianino ko'rinishida, pianinodan keyin MDF rover gullardan ham qo'yib berilgan. Rahmatulloh aka, mana bu kosmos alohida hisoblanadimi yoki tunikafonning ichida bo'ladimi? Kosmoslarimiz alohida hisoblanadi. Bu yerga katta kosmosdan qo'yganmiz. 2,5 metrlik kosmos. Demak, buni razmeri 2,5 metrlik kosmos. Bu nech puldan qo'yilyapti? Bu 300 dollarga qo'yilgan. 300 dollar, 2 metrgacha bo'lgan kosmoslarimizni 200 dollarga qo'yib beryapti. Demak, razmeriga qarab narxi o'zgaraveradi. Bunisi alohida. Xohishiga qarab, xonadon egasining xohishiga qarab, demak, bu qo'yilaveradi. Xo'p, rahmat ma'lumot uchun. Endi do'stlar, tashqari shapkalarimizni ko'rib chiqamiz. Tashqari tomonimiz ham xudo xohlasa zo'r holatda bo'lib bitibdi. Sizlarga hozir tashqari shapkani ham videoda uzmagan holda albatta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, qadrdonlar, mana bu tashqari shapkamizning ko'rinishi. Bu yerda bitta kozirogimiz bor bizni. Bu kozirogdan bitta emas, bu yerda 2 dona narigi tomonlari ham bo'lgan. Hozirlarga bir chekkadan ko'rsatib beraman, hurmatli obunachilar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa Usta Rahmatulloh kanalida mana shunaqa chiroyli bo'lgan tunikafon ishlarini, videolarini kun mobaynida ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, poddesh qilish maqsadida kommentariyaga agar malol kelmasa, ishlariga omad Usta Rahmatulloh tunikafon kanali deb yozib qoldirsangiz, albatta bundan juda ham xursand bo'lar edik. Aynan 2 ming dollarga bitgan ish mana shu ko'cha tomonlari kozirogning tagi shapkalari bilan birgalikda bo'libdi. Mana bu kozirogning tagiga yangicha ko'rinishga ega bo'lgan rombiklardan qo'yib berilgan ekan. Qaranglar, juda ham go'zal holatda bo'lib chiqdi. Xudo xolasa bemalol cho'chimasdan buyurtma qilinaveradi inshaalloh. Mana shunaqa go'zal holatda bitkazib beradi ustalarimiz. Mana bu darvozaning tepasiga alohida baho berib qo'yasiz. Sababi bu yerda masofamiz juda ham katta bo'lganligi uchun mana shunaqa figurniy qilib, obshipka qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli holatda bo'lib bitgan. Ekraningizda telefon raqamlari bor. Albatta telefon qilib bog'laninglar. Inshaalloh sizlarda xonadonlarda ham mana shunaqa tekis holatda tunikafon qilib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek Usta Rahmatulloh va uning shogirdi bo'ldi.